29-savol. Ma'lum bir DNKda shuncha Dalton 18.000 Dalton amino kislota bor. Bir Daltonni og'irligi, bitta amino kislotaning og'irligi 120 Dalton bo'ladi. 18.000 da 120 ga bo'lsa 150 ta amino kislota kelib chiqadi. Bitta amino kislota 3 ta nukleotid bor ekan, 3 ko'paytirsak 450 ta nukleotid, 2 ko'paytirsak 900 ta DNKda 2 zanjir bo'ladi. Shuning uchun 2 ko'paytiryapmiz. 900 ta nukleotid bo'lar ekan. Bizda DNKda nechta nukleotid bor degan javob B variant bo'ladi. 30 72.000 Daltoniyada 120 ga bo'ladigan bo'lsak 600 ta amino kislota, 3 ko'paytirsak 1800 ta nukleotid bitta zanjirda, 2 ko'paytirsak 3600 ta ikkita zanjirda. Javob A variant. 31 12.000 ta Dalton degan 12.120 ga bo'lsa 100 bo'ladi. 100 3 ga ko'paytirsak 300 ta nukleotid bitta zanjirda, 2 ga ko'paytirsak 600 ta nukleotid ikkinchi zanjirda. Javob A variant ekan. 1200 ta 33 306 nanometr. Nanometr o'zi DNKda 0.34 nanometr bor. 306 nanometrni 0.34 ga bo'lsak 900 ta nukleotid kelib chiqadi. U bitta zanjirda bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak 1800 ta nukleotid. Sitozin 20% degan. Demak, ikkalasi timin va sitozin 50% bo'lsa, timinga 30% qoladi. Demak, 900 tadan bo'lyapti. Ikkalasi 50% edi, timin bilan sitozin. 900 50% bo'lsa, 20% ni topib olsak, sitozin 360 ta, guanin 360 ta ekan. Bizda vodorod bog' toping deydi. Vodorod bog' topish uchun jami nukleotidga guaninni qo'shadigan bo'lsak, vodorod bog' kelib chiqadi. Jami nukleotidimiz 1800 edi. Guaninimiz 360, yig'indi 2160 bo'ladi. C variant. 34 102 nanometr bo'lsa 0.4 ga bo'lsak 300 ta bo'ladi. Ikkita ko'paytirsak 600 ta, ya'ni 300 tadan ikkita zanjirda. Demak, sitozin 20%, sitozin 20% bo'lsa, guanin 20% bo'ladi, adenin 30% qoladi. 300 imiz 50% bo'lsa, ya'ni adenin bilan guanin yoki sitozin bilan timin haqida gap ketyapti. 20% ni topib olsak guaninda 120 ta guanin bo'ladi. Umumiy nukleotid 600 edi, 120 ni qo'shsak vodorod bog' kelib chiqadi 720 ta. Javob C variant bo'ladi. E 34 ga 34 ga C variant bo'ladi. 35 30.6 nanometr, 30.6 0.4 ga bo'ladigan bo'lsa 90 bo'ladi. Bitta zanjirda 90 ta ekan. 2 ga ko'paytirsak 180 ta bo'ladi. Demak, bizda aytilgan sitozin 30% tashkil qilsa, sitozin 30 bo'ladigan bo'lsa, timinga 20. Timin qancha bo'lsa, adenin shuncha. Adenin bilan guanin 50% ekan. 50% bo'ladigan bo'lsa, 90 imiz 50% bo'lsa, 30% imiz 54 bo'ladi. 54 bo'ladigan bo'lsa guanin, o'zi jami nukleot 180 edi, guaninni qo'shadigan bo'lsa, vodorod bog' kelib chiqadi. 234 ta. Javob A variant bo'ladi. 36 2340 ta vodorod bog' bo'lib, adenin umumiy nukleotidning 20% tashkil qiladi. Xo'sh, adenin 20% bo'lsa, timin ham 20%, sitozin 30 qoladi, guanin ham 30 qoladi. Bizda 0.20 ni xohlagan 2 ga ko'paytiringda, xohlagan 0.2 ketsak ham bo'ladi. 0.2, ya'ni bu aylantirayotganimiz 20% 0.2%, ya'ni 100 ga bo'lib olsak 0.2 bo'ladi. 0.2 ni 2 ga ko'paytirsak 0.4 bo'ladi. 0.3 ni mana 3 ta vodorod bog' ko'paytiryapmiz. Bu 3 va 2 vodorod bog'lar. 3 ga ko'paytirsak 0.9 ta jami vodorod bog'lar 1.3 ta ekan. Bizda masalan shartda nazarda berilgan 2300 ta jami vodorod bog' bo'lsa, amaliyda 1.3 ta bo'ladi. Biz 0.4 topib olsak, 0.4 ni 2340 ko'paytirib 1.3 ga bo'lsak 720 ta. Bu 0.4 adenin bilan timin o'rtasida edi. 2 ni 0.2 ga ko'paytirgandik. 720 ta vodorod bog' bo'lsa, 2 ga bo'lib olsak 360 ta bo'ladi. 360 ta adenin bo'lsa, 360 ta timin degan. 0.9 da
2340 ko'paytirib 1/3 bo'lsak 1620 ta. 1600 ta volar bor. Sitozin bilan guanin o'rtasida bilan 3 ga bo'lib bo'lsak 540 ta bo'ladi. Bu 540 ta guanin bo'lsa, 540 ta sitozin degani. Bizda oxirida DNKda nechta fosfatli bog' bor deyapmiz. Ikkalasi 360 ga 540 qo'ysak 900 ta. 900 2 ga ko'paytirsak 1800, chunki ikkita zanjirda bu yoqda ham 900 ta nukleotid bor. Fosfatli bog'i ikkita zanjirdan ikkitaga kam bo'ladi. 2 ni aytsak 1798 bo'ladi. Javob C varianti.